Pishiriqni erim meni maqtasin, qaynonam ko'rsin qanaqa zo'r kelini bor deb qilmaydi. Pishiriqni o'zi yaxshi ko'rgani uchun qiladi. O'zi bolalarni sevgani uchun qiladi-da, shunchaki qo'yadi o'rtaga, qalay chiqibdi deydi. Qalay deydi. Oyijon, qalay, qani baho beringchi deydi. Tushunyapsizmi? Kerak bo'lsa so'rab oladi. Ya'ni yetuk shaxs shunchaki ana o'tirib bitta rahmat demadi-ya deb ko'zini bunday qilib yoshini o'chirmaydi. Ya'ni unday qilib qo'ymaydi. Nima deydi? Qalay oyijon, zo'r chiqibdimi? Shu bomba keliningiz bor-da, bilasizmi? deb qo'yadi. Pozitiv bo'ling qizlar. Siz pozitiv bo'ling. Pozitiv bilan yaqinlaringizni, qaynonangizni, eringizni zaryad qiling. Zaryad. Siz energiya manbaisiz. Pishiriqni erim meni maqtasin, qaynonam ko'rsin qanaqa zo'r kelini bor deb qilmaydi. Pishiriqni o'zi yaxshi ko'rgani uchun qiladi. O'zi bolalarni sevgani uchun qiladi-da, shunchaki qo'yadi o'rtaga, qalay chiqibdi deydi. Qalay deydi. Oyijon, qalay, qani baho beringchi deydi. Tushunyapsizmi? Kerak bo'lsa so'rab oladi. Ya'ni yetuk shaxs shunchaki ana o'tirib bitta rahmat demadi-ya deb ko'zini bunday qilib yoshini o'chirmaydi. Ya'ni unday qilib qo'ymaydi. Nima deydi? Qalay oyijon, zo'r chiqibdimi? Shu bomba keliningiz bor-da, bilasizmi? deb qo'yadi. Pozitiv bo'ling qizlar. Siz pozitiv bo'ling. Pozitiv bilan yaqinlaringizni, qaynonangizni, eringizni zaryad qiling. Zaryad.